Assalomu alaykum obunachilar, kuzatuvchilar. Mana katakchamiz ham kelib qoldi. Mana quyonlarimizni joylashtirib oldik. Mana endi bular hammasi shu kecha maza qilib katakchada, yangi katakchada yotganlar. Mana bu bolalarning joyiga kirib olgan. Bu yoqqa bolachalar. Endi suv idishlarini olishim kerak. Bu yoqqa radomchalar bilan birga taxlangan. Juda ajoyib ekan. Menga yoqdi shunday. Mana bu yoqqa nimalari tushar ekan. Toza turar ekan. Bu yoqqa pastdagilarniki tushadi. Musorlari tushib o'tiradi. Bu yoqqa ham radomchasi o'zi radomchaga nima tashab qo'yganman. Katta quyonlardan tashab qo'yganman-da. Hozir radomga bola yo'q. Bolalar ekan, quyonlarimiz endi olib. O'sha uchun bu yoqqa bunaqa quyon tashab qo'ydim. Mana uzoqroqdan olib sizlarga ko'rsataman. Zo'r taxlabdi ustoni qo'li dard ko'rmasdan, tepasi ham shifarqalangan u. O'tlarni tashab qo'ydim. Yem idish nimalarni qo'ysa bo'ladi, yem xaltalarni ham yuqoriga. Quyonchalar radomdan chiqib, kirib o'ynayaptilar. Bu yoqqa ham quyonlarimizni tashab qo'ydim. Kechagi babichkani tashladim, bunga ham bola beradi. Xudo xohlasa. Mana. Ana nima qo'qqanlar. Mana shunga tushadi. Shifarday narsa ekan. Buni shuni artib supurib bo'lsang ham toza turar ekan. Maza qilib bolachalar o'ynab o'tiribdi. Mana damda karmushkalarini, suv idishlarini olishim kerak endi. Xudo xohlasa. Juda ajoyib taxlabdi, mustahkam. Mana shuni. Yana bitta shundan taxlatmoqchiman, xudo xohlasa.